Hammaga salom, obunachilar. Bugun biz Puja Launcher'da o'ynab obzor qilib ko'ramiz. Qanchalik yaxshi. Men bu yerda mod versiyada o'ynayapman. Hop, unda bir ochamiz. Men oddiy yerda o'ynamoqchi emasman. Ba'zi YouTuberlarda ko'raman, hardcore o'ynashadi, shanga bizam. Shunaqa hardcore mir ochib olaylik. Men hamma tugmalarni yo'q qilib tashladim, sababi Puja Launcher'dagi kompyuterda talashtirib oldim. Bu bo'lmaydi, obunachilar. Men bitta FPS ko'rsatadigan qilib qo'yganman. Ovozimni xira deyishinglar mumkin. Ertalabda video olyapman. O'shanga menga kirsa qaytadan video zapis yoqaman unda hayot. Xo'p, obunachilar, mana yerimiz 100% bo'ldi. Endi kiryapti. Chiqinchamiz ham olib qoldi. Oppa, miriyar oldi. FPS ko'rishinglar mumkin. 13 yaxshi bo'laveradi. Lekin ko'ryapti turganda FPS pastashyapti. Voy, bu nimasi? Jonga tegdi shu. Chopmayman bu daraxtni. Voy. Endi tushdi. Cho'ta buni o'zim taktikasi. Sakrab. Lekin xuddi shunchaki. Yaxshi bo'lsa va men video zapis olyapman. Video zapisda har qanday FPS tushib ketaveradi. Qatyapti Rossiya. Netrokda unday bo'lmaydi. Videoda hozirga emasligi mumkin. Men bir ish qilaman. Sizlar kompyuterda o'ynayapsiz deyishinglar mumkin, lekin sizlar klaviatura olganman. Buni vif qilamizda chang tushiraveramiz. Shundan qatmay qoladi. Ana. Lekin hamma yoqdiman. Lekin video uchun bo'laveradi. Ba'zida shunaqa bu endi bo'lishmaydi.
kelishgan bu ulug'lik 2 marta singishiga. Do'stlar, qilib ahmoq. Meni Java. Muammo to'g'rilandi. Acceptable. Salom ko'rdinglarmi? İsteseydim çizip ko'rsatdim. Maqsad hardkorda 100 kun yasash. Yasash deb qo'yibman, yashash. Tushunarlik. Endi qo'y. Chang ancha problema endi. Tushuninglarda endi. Problemalar. Daraxt. Boshimga uramanmi? 2 marota bo'lib cho'playapti. Datapak ham ishlamayapti. Videoni kesilgan lavhalarda datapak qo'shuvdim. Ya'ni daraxtni o'tirib chopsa hammasi choplishi kerak. Mana shift va mana. Bo'lmaydi bu datapak. Bunchalar sizlarga 1 daqiqa men uchun azob. Qani unda videoni chiqib to'xtatamiz. Mana obunachilar, men 3 ta qo'y topdim-da o'ldirdim. Endi kechasi o'lmaymiz. Tezroq ol bu qo'ylarda jungini. Men qancha qiynalib topdim va mana ovqat. Ovqat deydi buni. Yashab qolish kerak hardkorda. Bu Minecraft nomi. Qishloqcha. Ayni loot qilish kerak edi. Hop. Men darrov bitta ketmon yasab olmasam. Hop. Şu 2 marta cho'plashim menga yoqmayapti. Nima yoqmayapti? Marotlar endi bug'doyni chopa boshlayman. O'g'ni oldi. Obunachilar. Bu yerda ham hayot bor ekan-ku. Endi ovozim boshqacha chiqadi. Hoppa, sal endi ertalabam tushdi. Albatta Minecraft emas, hayotda. Maysa qishloqni loot qilaveray. Golem kelsa o'ldirish kerak. Yaxshigina loot. Boshlanishi bo'laveradi. Oltin topsam oltin savzasiyman albatta. Qani siz nima sotasiz? Bo'lmaydi-ku.
Hoppa, hamma narsaga chiqar. O yaxshi. Bu yerga kerak aslaha. Unda aslahani kuyamiz. Va cho'tkagina bog'lamiz. Mana biz. Mana. Kamina Ilhom jon. Bunda boshqa uylarda ham qilaylik. Menga yotoq kerak. Qishloqlarda hamma yotog'ini chiqaman, maqsad yashash, lekin hashtarni o'ldirmaymizmi? O'ldiramiz albatta. O'shanga ham, mana shu gali ham meni dushmanim. Yo! Obunachilar, shuncha qilgan mehnatim-a. Afsus. Google'dan so'rasammikin, yerda qayta tiklab bo'ladimi deb, lekin baribir u yerga borgungacha hamma narsalar yo'q bo'ladi. Majbur endi obunachilar, biz shagit kattalashtiramiz. Video qaytishi mumkin, shunga men videoni vaqtinchalik to'xtataman. O'sha obunachilar, men yana qaytdim. Google'dan so'rab bilsam, hardcore yerda ham qayta tiklash mumkin ekan. O'shanga unda yana survival qila boshladik. Agar iloji yo'q bo'lganda nima bo'lardi desanglar, bu videoni keyingi qismida bilasizlar. Bosh bak. Obunachilar 5 sekund to'xtab turinglar. Obunachilar to'g'rilandi. Google'dan so'rab bildim, men F3'da bitta bosishim kerak ekandi. Gel. Bu sefer yetolmaysan. Solib tashlayveraman. Oldu temir bor. Ama narsalar bor. Qishloqlarga bitta qafas yo'q. Nimaga bunday deyapsan deylar. Demasanglar ham farqi yo'q. Menga kamonchi qishloqlar kerak. O'shanga